11-qism. Shaolin, Gerçi onun putlari azroq titrab ketgan bo'lsa-mu, ammo berib jazmlashtirmasi bo'lmaydi. Shaolin asta tam ishkoviga yaqinlashib, ondan tam ishkovining ishikining plastirida chaplab o'tilganligini ko'rdi. Buningga u boya diqqat qilmagan bo'lib, zodi kim bundoq ish qiladi? Birdam ishkilangandan keyin Shaolin u plastrni echib, tam ishkovi ishigini ochdi. Bu paytda ichiga qalaymaqan tiqilgan yotqan dumilab Shaolinning puti oldiga tushdi. U yotqanda bir xil Jangyodak suyuqliqning qetishgan izi bor edi. Jangyo yoki biror tetitqo to'kilib ketganmidi? Amaliyotda Shaolin ko'nglida bu narsaning Jangyo yoki biror tetitqo emasligini bilgan edi. Biroq Shaolinning e'tirof qilg'isi yo'q edi. Haqiqatan u Jangyo yoki tetitqo emas, balki qon, odamning qoni. Faqat u xil g'alitlikni uning e'tirof qilg'isi yo'q edi. U avaylab tam ishkoviga qaradi. Uning ichi qop-qorong'u bo'lib, ammo tam ishkovining usti taraf echib o'tilgandek qiladi. U qarab ustidagi to'ris tarafda bir silyog'i o'roqliq narsani ko'rdi. U qurib ketgan kalpukini yalavatgandan keyin qo'lini yanchiqqa opirib chaqmoqni elib yoqdi. U chaqmoqning nurini to'ris tarafga yaqinlashtirdi. U yerda bir ayolning yuzi bor edi. Qing'iraqda u ayolning qursig'ini yerib bo'lgandan keyin ichidagi balani majburiy olgan Shungangning qo'lidagi bala bu vaqtda nafas ola oladigan bo'lib, butun badani qonga bo'yalgan bala hadab bo'sh ovozda yig'layotdi. Bu soltak texa hayot qilmoqchi ekanda. Mushunda qishqi yo'liqsimi, yana texa hayot qilmoqchi ekan. Shungangning qalbida bir g'azab paydo bo'ldi. U qonga to'lgan barmoqini buvoqning ig'ziga tiqdi. Faqat mushunda qisila buvoqning nafas yo'lini to'sib qo'ya oladi. Endi dunyoga kelgan bu bola aslida 80-100 yoshgacha yashay olishi mumkin edi. O'zi so'ygan odam bilan muhabbatlasha olishi, baxtlik bo'la olishi mumkin edi. Ammo bu paytda hammasi yo'q bo'lgan edi. U butun badani qonga bo'yalgan buvoqni ko'tarib, ustaldagi oq telefoniga qarab, uni qo'liga oldi. Bu telefon ustida bir kichik varaqcha bo'lib, tez urush knopkasi 01, qeshida Shunsuke ko'chma deb yoziqliq edi. Shungang telefonni qo'liga elib, qo'rsqi yerilib yotgan Shaolin Kanamiga qaradi. Uning butun badani qon, gangirgan holda ko'zini echib, to'risqa qaraqliq qilib, rost gapni qilganda uning bu chiroyi va badan shakli bilan mundaqli o'lib ketishi bakla afsunarliq edi. Shungang Kanamining o'ldirilishdan burun erining Zobo Shunshongning uyiga ketganligini aytganligini esiga oldi. Butun yuzi qon va mayga to'lgan Shungangning chiroyida g'alit kulki paydo bo'ldi. Shaolin, bu Chuanyo Kuran, to'risda butun badani qonga bo'yalgan, quruq ko'zlari echilgan bir ayol yotgan edi. Shaolin vaqirbatdi. Bu vaqtda to'risdagi yeriqdan qop-qora uzun chach chaqmoqning nurini yondirib turadi. Shaolin vaqirg'inicha Zobo ayolning uyidan etilib chiqib, to'xtamay vaqirdi. Shunshong! Kaynidan tez sur'atda yandagi kichik balaning uyiga kirdi va rasm chizayotgan Shunshongni quchoqlab vaqirdi. Bu yerda turishga bo'lmaydi, menga. U shundoq deb oldirab pastga tushdi. U Shunshongni quchoqlab eshik oldiga kelib, oyqini kiyay deb turganda, mayda yanchiqidagi telefondan Last Christmas degan naqsha anglandi. Bu qo'ng'iroq ovozdilla u Kanamining telefon qilganligini bilgan edi. Birdilla u azroq ishkilinib, yanada telefonni oldi. Vay! U tez nafas elib varqiradi. Vay! Kanami! Ammo qarshi tarafdan bir erining ovozi keldi. Shaolin muallim, men Zobo Shungang, Karunning eri. Telefondagi erining ovozi bir xil nafas elayotgandek bo'lib, farq qilib bo'lmaydi. Shaolin muallim, hozir
Sen mening uyimda qo'dayman. Ko'ranni ko'rgansan. Ikkinchi qavatdagi to'g'risida. Aras. Agar ko'rmagan bo'lsang, cho'qim berib ko'rib baq. Uchu Shaolin muallimni bek yaxshi ko'rdi. Erining ovozi üzülüp chiqadi. Bu paytda Shaolin tuyuqsiz bu erining o'zining ayoli Koranni o'ldirayotganligini tushundi. Uning kallasidagi tam ishkavi Torosdagi ko'zi ochiq o'lib ketgan oliy maktab saboqdashining chiroyi paydo bo'ldi. Shaolin qandoq javob qaytarishni bilmay, yuragi tez so'qib ketib boradi. Bundan keyin Shinshoning oldin Shaolin muallim yaxshi xabar olasan. Sen nima deyapsan? Acaba undaq emasmi? Shinshong Shaolin muallimning bolasi. Hozirgacha men Shaolin muallimga vakolatdan Shinshongni baqdim. Shunga endi sana topshirib beradigan vaqt bo'ldi. Vakolatan topshirib beradigan? Shaolin erining nima deganligini tushunamagan edi. Kallasida faqat Torosdagi ko'z ochiq yotgan Koranning holati bor edi. Telefondagi eri Shaolinning savoliga javob bermay, bo'sh ovozda kuldi. Aras, Shaolin muallim. Kichik bola tug'ildi juma? Tug'ildi? Nima tug'ildi? Shaolin qaytirib so'radi. Kaynidan u birdilla telefonning o'zining uydan urilganligini esiga elib, chiroyi o'zgarib ketdi. To'g'ri. Baya uning ko'chmayan fonining qo'ng'iroq ovozi haqiqatan Konami eng amroq Last Chermes Mas degan naqshi edi. Bundaq bo'lsa, hozir bu Shaolin xotin ikkisining uyida. Oltiraq rayonining 205-nomerlik uyda. Hozir bu Chuanyu Koranning eri degan Konami doim ishiltadigan u oq telefonni ishiltayotgan edi. Shaolin muallimning bolasi-chu. Shaolin muallim bilan chiroyli ayolning bolasi. Uning kichik qushquchi yo'q ekan, demak qiz bola ekan. Haqiqatan odamning havasini keltirdi. Shaolin muallim, men bu ikkinchi bolamning qiz bo'lishini umid qilatdim. So'zini deb bo'lgandan keyin erining sarandek kulkisi anglandi. Bu paytda Shaolinning badanida kuch qolmay, ko'z oldi qorong'ulashib, yerda tizilib qoldi. U sababini bilmaydi. Butunlay nemishqa bundoq bo'ladiganligini bilmaydi. Ammo Zobu Kuranning eri Shaolinning eng amroq ayoli Konami va uning qo'rsiqidagi balani o'ldirib atgan. Ularning kelgusini o'sib atgan edi. Men endi Konami'ni ko'ramaydigan bo'ldim. Konami'ning ovozini anglayamaydigan bo'ldim. Uning kulkisini ko'ramaydigan, uni quchoqlayamaydigan bo'ldim. Hatto tug'ilish oldidagi qizimning chiroyini ko'ramadim. Shaolin yerda tizilib qoldi. Uning asyadi joyida emas bo'lib, Torosga qarab turadi. Nemishqa menga bundoq bo'ladi? Bu chuqum chush. Bu hargizmi bundoq sababsiz ish bo'lmaydi. Bundoq g'alati ish yuz bersin bo'lmaydi. Bunchalik vaqt qanchalik davomlashdikin, balkim 30 sekund yoki 5 minut va yoki undan uzun. Shaolin tuyuqsiz yenidagi 6 yoshli bolaning uning yerga tushib ketgan ko'chma telefonini elib, ulanmagan telefonni qo'lga tutganligini bayqadi. Ana, sen kilemsin. Men bildim. Kaynidan bir g'oyat zo'r narsa tushgan ovoz anglandi. U ixtiyorsiz ikkinchi qavatga qaradi. Keldi. Bu narsa keldi. Qop-qorong'u peshtaxtdan shir qilib silyo xaltining so'ralgan ovoz anglanib turadi. Keldi. Nima narsa? Shaolinning o'rindan turg'idek kuchimi yo'q bo'lib, u yerda tizlangan peti peshtaxtga qarab turadi. Bu xato tuyg'u emas, yoki u xato anglab qolmadi. Shaolin peshtaxtga tikilib turdi. Kaynidan odamning ishongusi kelmaydigan bir narsa peshtaxtdan tushdi. U rostilla ko'rdi. Peshtaxtning qorong'u bo'lumida u narsa paydo bo'lgan bo'lib, bir cho'ng ham qizil qurt. To'g'ri, intayin cho'ng qurt.
Ammo u qurtning ustida bir ayolning beshi bor edi. Bir qonga bo'yalgan uzun chachliq ayolning beshi. U narsa bir qip-qizil qonga bo'yalgan boshning ostida badaniga yerim suzuk silyav o'ralgan holda qurtga o'xshash o'milab tushiyotdi. U odammi? Yo'q, odamga o'xshamaydi. Uning peshonasidan bir yug'an eg'iz ichilgan bo'lib, qonga to'lgan ko'zi yug'an. Uzun chachlari bo'yniga yo'gishib, eg'izidan qon eqib turgan. U narsa bir maxluq. Shaolin qo'rqib vaqirab, o'ltiruqliq holda kayniga jenining baricha chekindi. Pashtaqa tamchilagan qizil qon tez suratda Shaolinning qeshig'i taridi. Uning qonga bo'yalgan inchik qo'llari Shaolinga uzatilgan bo'lib, qarmoqqa tayoq yeb ishib ketgan eg'izidan qon tamchilagan holda bir narsa demoqchi bo'lgandek eg'izini midiriltib atadi.